Barchangizga salomlar. Uz kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videomizda biz Granny bir o'yinda Grannydan qochishga harakat qilamiz. Albatta siz like bosib, kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Unda ko'p gapirib o'tirmasdan videomizni boshladik. Boshlaymiz. Play. Continue. Boshladik. Grannydan hozir qochishga harakat qilib ko'ramiz. Easy'da. Agarda easy'ni yutsak, keyingi videolarda boshqalarda ham qochamiz. O'ylaymanki easy'ni yuta olaman, chunki bu o'yinni juda ko'p marta yig'ini chiqarib o'ynaganman. Qochamiz, ketdik. Granny qani? Mana shu eshikka kirib olmoqchi edim men. Lekin u eshikdan chiqib qoldi, o'shaning uchun boshqa eshiklarga kirib, undan qochib ketdimman. Ha bor. Bu yerni ochamiz. Ayiqcha boshqa hech narsa yo'q. Hozir bu yerga Granny keladi, mana keldi. Bizni ko'rdi, biz bu yerga turamiz. Hozir u ketadi. Keyin esa biz ham ketamiz, bu yerdan suramiz. Granny ketdi, endi biz ham sekin bu yerlardan to'pdan qo'yib ketdik. Mayli. Turib ketamiz. Qani nima bor ekan? Tak, bu yerda yo'q, kerakli narsa yo'q. Sursak ham bo'ladi. Grannyni shu yoqqa chaqirib o'zimiz surib olamiz. Qani ketdik. Salom Granny. Surib olamiz. Shunaqa sekin aylantiradi. Esa bizga mashinani motorini berdi. Menimcha mashinadan Granny bu yerga keladi. Granny nomini qanday ko'rib? Biz Grannyni hozir mana bu eshikni orqasiga chalg'itib, uni hozir o'ldirib yuboramiz. Mana Granny ham kelyapti. Tezroq yur. Ichkariroqqa qilmoqman. U bizni tutib olishi mumkin. Tutib olmadi. Mana buni yo'qman. Bo'ldi, yoqdim. O'ylayman chiqib ketmaydi. Chiqib ketmasin. O'ldi Granny. 2 minutga bizni tark etdi. Bu esa biz uchun foyda. Ana bu yerda batareya bor ekan. Biz xavfliroq joylarni birinchi tekshirib olamiz. Bu ham kerak. Mashinani hamma narsasi rasm hozircha biz uchun kerak emas. Rasm kunni ko'paytiradi. Bu yerda nimadir? Bu yerda karka ham shu yerda qo'yilmislar. Hamma narsani topdik, bemalol bittada sursak bo'ladi. Faqatgina bizga yana ozgina narsalar kerak. Buni shu yoqqa tashlaymiz. Bo'ladi. Tashlab yuboramiz. Endi esa karkani olib kelamiz. Tirilmadi. Tirilgan bo'lsa ham bilmadim, tirilgan bo'lsa nima bo'ladi, lekin tirilmagani yaxshi. Karka ko'ramiz. Vippunga bor ekan. Sakrat. Biz hozir ochamiz. Olamiz. Bu borsak yaxshi bo'lardi. Yo'q, qanday? Granny bizni ushlab oldi, lekin hali 4 kunimiz bor. Sani topuvdim. Ayrim narsalar topilmagan xolos. Ularni ham hozir topamiz. Granny lekin meni tutib oldi, hech qisi yo'q. Tezroq tirilbiratishga. Hozir gazalin bilan podklopka emas, shunaqa novlar kerak.
Mana Granny chiqdi. Biz esa bu yerdan quryapmiz. Olamiz. Mullama. Granny qanisan? Grannyni chaqirishga majburmiz. Hozir Granny keladi. Tezroq ol bularni. Bo'ldi, yaxshi oldik. Kel Granny, kela qol. Buni ber. Ber, ol, tezroq ol. Qochib tur. Bizni vaqtimiz ketyapti. Qoch Granny. Ketdik, ana u yerdagi narsani tushirishimiz kerak. Qochinglar, taxtalar. Tak, bu yerda hech nima yo'q. Bu yerni ochamiz. Mana tushadi. Ozgina hayajon bor. Va safega mayli. Patloki kerak bizga judayam. Patlokini bilan gazolinni topsak yutgan bo'lamiz. Keraksiz narsalarni beryapti-da, bu eshikka kerak hammasi. Mayli kesib qo'yaveramiz. Mabodo hech narsa topilmasa, bundan Master Key chiqishi mumkin, lekin Patloki ham chiqishi mumkin. O'shaning uchun kesib bratishga. Qani, voy, Master Key. Mayli. Chiqsa yo'q, Master Keyni olamiz. Buni bu yerni ochamiz. Ochilsa tak, bu yerga kiramiz. Avtomat qani, loy, avtomat qani deyotgan bo'lsanglar, hozir sizlarga avtomatsiz ko'rsataman. Qarang. Bu yoqqa kelasizlar. Ana chovib keladi hozir. O'tirib turasizlar, bo'ldi. Все, u joyida o'tiradi. Jimgina kerakli narsa chiqmaydi. O'rgimchakni shunaqa qilib bemalol to'xtatib qo'ysa bo'ladi. Esa bu bilan hozir qushni donini olamiz va buni bu keraksiz-ku. Bu yerdan suramiz, hozir Granny keladi. Buni shu yoqqa qo'ysak bo'ladi. Mashinani terib tursak ham bo'ladi. Afsuski, hali mashinani narsasi chiqmadi. Lekin topishga harakat qilamiz. Buni qo'yamiz. Mana bu yerni ochib qo'yamiz. Mabodoga kelib tursin. Hozir Grannyni shu joyni o'zida yo'q qilib yuboramiz. Bo'ldi, ichkariroqqa qildik. Endi Granny ichkariroqqacha kiradi deb o'ylayman. Mana o'zi shu yerda. Eshikni yopib, buni qo'yamiz. Xayr Granny, o'liming bilan seni tabriklayman. Biz esa buni shu joyga qo'yib o'zimiz surib yuboramiz. Endi ana Granny ham yo'q bo'ldi. Biz hozir kitob bilan o'rgimchakning yoniga boramiz, chunki boshqa usul qolmadi. Bo'ldi, bu o'ldi. Biz esa ungacha ключ bilan tuzatib turamiz mashinamizni. Ungacha boyagi Grannyni xolasimi, xullas qarindoshi yurib bizga kalit tashlaydi og'zidan. Biz esa uni olib keyin o'rgimchakning yoniga borib, u yerdan ham timiskilik qilib narsalarni topib olib kelamiz. Men turishini qarang, yuribdi sekin, tezroq bu. Hozir Granny tug'ilsa bizni yo'q qilib yuboradi. Olamiz va ketamiz. Mana shu yerni ochamiz va tushamiz. Endi bizga Granny hech qanaqangi rabor mana bo'lmasa Granny debdi. Biz esa sekin timiskilikni boshlaymiz. Yaxshi.
Xullas men hamma joyni ko'rdim, ammo hech nima chiqmagani uchun liftga borishga qaror qildim. Liftni oldini Ha, aytgancha yana bir narsadan uzr so'rayman-ku, videoda ovozim past bo'lib qoldi. Uzr so'rayman. Keyingi videolarda buni albatta to'g'rilashga harakat qilamiz. Imkoniyat. Biz bir raqamni tanlaymiz, chunki boya aniqda ko'rdik. Bir raqamni tanlash kerak ekan. Ochilishadana. Tak, bir raqamni tanlaymiz va bu yerda nega bozga bunaqa keraksiz narsalarni beradi? Nima qilaman buni? Kattasini topganman-ku. 2 raqamni tanlasam nima bo'ladi deb qiziqadigan. 2 raqamni tanlasam men portlabmi? Bu yerdan turamiz endi. Kerak emas. Bu yerda bizni shuning uchun ovoz chiqaryapman. Xullas men Granny bilan juda ko'p qo'llashmachoq o'ynadim Padclock'ni topish uchun, ammo Padclock topilmadi. Lekin men Playhouse Keyga kerakli bo'lgan qizilcha va Playhouse Keyni o'zini topdim. To'g'ri. Grannyni amallasak bo'ldi. Eng qizig'ani qizil narsachani ham olish kerak-ku. Uni keyin olib kelamiz. Tak, Granny qani? Grannyni qayerda o'ldirdim oxirgi marta? Mana. Yaxshiyam yaqinroq o'ldiribman. Hozir yana bir marta o'ldirib yuboramiz va bo'ldi. Xayr Granny deb qochib ketamiz. Ya o'qni olish. Voy. Menimcha anchagina uzoqda, chunki mana. Yo'q, qanday o'lmadi? Bekor uloqtirib yuboribman avtomatni. Hozir yana aylantirib o'qtib, yana bir marta xolani onasinikiga kirgizib yuboraman. Yo'q, qoch. Ke. Janaqa. Tak, qizil narsachani olamiz. Ketdi suramiz. Bu joyni ham sizlarga gapirib beraman, chunki unchalik qiziqarli emas. Men 2 qizilchani va Playhouse Keyni olganman va Playhouse Keyni eshigini ochib, qizilchalarni joylashtirib, u yerdan Padclock Keyni olganman va maqsadim tomon yo'l olganman. Bo'ldi, tashlaymiz. Granny hali tug'ilma, hali senga erta Granny. Iltimos tug'ilma. Tug'ilsa ham hali yana 2 kunimiz bor bemalol. Bugun o'lsak, erta bemalol bajarib suraveramiz Grannydan. Tak, biz surdik Grannydan va nihoyat qochdik. Tabriklar. Albatta videomizni shu joyda tugatamiz. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Xayr Granny. Turqigina qursin seni. Ke basharang bilan tez. Молодец.